Assalomualaykum hammaga. Bizani xudo xolasa navbatdagi 15 million so'mlik, 20 million so'mlik aksiyamiz o'zlarimizni Shavod Lilizmga yetib boryotir. Bu aksiyamiz xudo xolasa mayni 15-gacha davom etadi. Aksiyadan unumli foydalanib qolinglar hamyurtlar. Aksiyada vajlarimiz arzon chiqib turibdi. Yana ko'rib turganingizdek aksiyada nima vajlar bor desangizlar, 32lik turba, 25lik turba, birovlarniki yana birisinikini 25lik turba ko'rdi. Batareyasına keladigan bo'lsak, panelli batareya o'zgartirib berdik. Panelli batareyaning ham aksiyadagi doполнительный rasxodlari bor, rasxodlarni o'zini ustini berdilar. Bu mijozimiz Xorazmda Shavod Lilizmdan ekan. Birisi o'zi ikkisi ham Lilizmdan, birisi bir Lilizm nerada Oltimatchan choyxonaning yonidan. Arg'i birisi Katqaladan ekan. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan nomerlarimizni qo'yamiz, bog'lanaverasizlar. Bizani yurtdoshlarimiz like bilan podpiskalaringizni oyamanglar. Bizani manzilga keladigan bo'lsak, Xorazm viloyati Shovot tumani Paxtakor mahallasining sentral yo'lining bo'yida joylashgan Temurbekning magazinida kelaverasizlar. Xudo xolasa o'zim kutib olib, qo'ldan kelgancha kelishtirib, chiroyli narxlarda beraman nasib etsa. Ko'rib turganingizdek, bu yoqdagi yana bir klientim bu o'zi Rossiyadan ko'rib zakaz berdi. Xudo xolasa pullarni tashab berdi. Yine Rossiyada turgan yerinde uyine indi apart dastlab ketib beramiz yine. Bundan ham 15 million so'mlik aksiya edi. Vajlari o'sha doполнительный bo'lgani uchun 18 million so'mga chiqdi. Ko'rib turganlaringizdek, bunda panelli batareya, 25lik turba, 32lik turbalar, katyonlari hamma vajlari bo'ladi. Hozir katyonlarni hamma vajlarini yuklab tayyorlab, xudo xolasa yo'lga chiqadilar. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, biz manzillarni tushuntirib o'tdik. Xudo xolasa kelsangizlar, chiroyli narxlarda hamyonbop atib, nodida sizlarga nodida naroz etmagan holda kelishni taklif beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana ketdi xudo xolasa katyonni yuklamaga dastlabkiga.